Nimagadir shu ko'chalardan qo'ysa juda tez sotilib ketadi. Oldingi qo'ygan uyimiz ham tez sotilganida Telegramimiz o'zida sotilgan. Yangi olgan xonadon egalari Instagramga qo'ymen deganligi uchun Instagramga qo'yib ulgurmadik. Sizga ham tavsiyamiz aka, Telegramimizga o'tib a'zo bo'lib oling. Shunaqangi uylarda o'tkazib yubormasligi uchun obuna bo'lib olsangiz, birinchi Telegramimizga qo'yib boryapmiz. Xo'p, hozirgi xonadonimiz ham 6,5 sotixli Marg'ilonda Amandaryo ko'chasida oxirida 6,5 sotik shunaqangi chiroyli qilib qurilgan xonadonimizni video obzoriga kelganmiz. Sizlar bilan bitta ko'rib tanishib chiqamiz. Xo'p, mana shunaqangi koridor qilib solingan xonadonimizni 6 sotikni o'rtasiga tushgan aka. Eng asosiysi skvoznoy bo'ladi. Yozda kunida issiq nimaligini sezmaysiz aka. Xo'p, mana katta darvozadan kirishimizga o'zini bitta katta oldi tomonda qo'shimcha qurilish qilish uchun ham yetarlicha joyi bor. Endi mana asosiy mana bu eshikdan kirishimizga mana shunaqangi bo'lib, G obrazli bo'lib uy tushgan aka. Kirishimizga mana koridor, uzun koridor. Bu eshikdan kirishimizga ro'parasida orqa hovli ham tashab ketilgan aka. Mana bu orqa hovlisi, buni ajratilgan, buni ham qo'shimcha uy solish uchun ham yana yetarlicha joyi bor. To'g'rida ikki etaj qilib solingan, tepasida birinchi, ikkinchi qavat qilib solingan, tepasida bir xona pol pataloyi bitgan, qora suvoqlari bo'lgan. Buni ham bir fukusizga qarab remont qilsangiz chiroyli bitta xona bo'ladi ekan. Endi bu tagida o'zini dushovoyisi, vannaxonasi, yonida bitta xonasi bilan birga buni ham qum suvoqlari bitgan. Ozgina remontlarni qilsangiz chiroyli bitta sanuzel bo'ladi. Xo'p, mana asosan eshikdan kirishimizga shunaqangi uzun koridor qilib solingan remontlarni qarang aka, aboylarni yopishtirgan. Remontlarni shuni kelasiz-ku, yashashni boshlayverasiz. Hamma remontlarini cho'tki zo'r qilib ketdilar. Bunisida bitta xonasi aka, kirishimizga mana bitta xona, dahliz. Bu tomonida xonadon egalarining narsasi borligi uchun videoga ola olmadik. Bitta yana bitta xonasi bor. Shunda ikki xona bo'lyapti. Oshxona qilasiz endi aka. Oshxonasi ham mana shu katta forma qilib solingan. Shunday oshxonani bu tomonida ovqatingizni tayyorlab, yonida o'tiradigan stolni zona qilib qo'ysangiz, ovqatlarni o'tiradigan joysiz bo'ladi. Oshxonangiz ham keng, to'xtagina. Yerdan bu orqa hovliga chiqish yo'lagimiz aka, bu tomondan ham chiqsiz bo'ladi. Orqa hovlisiga. Oxirida yana bitta xonasi bor. Bunisini ham remontlarni qarang, zo'r qilib qo'yganlar. Shuni kelasiz-ku, yashashni boshlayverasiz. Eng asosiysi bu yerda aka, gaz, suv, svet, muammo nimaligini sezmaysiz. Ba'zanimiz Marg'ilonda, Amandaryoda, oxirgi ko'chalarda aka gaz, suv, svet, kommunikatsiyalardan muammosi yo'q joyda 6,5 sotikli aka, 3 ta xonasi bor, bitta oshxonasi bor, orqa tomonida bitmagan qo'shimcha yana bitta xonasi bor. Xo'p, narxini $100,000 deyilyapti aka, to'liq 10 pachka deyilyapti. Keling aka, ko'ring. Egalari sal qimmatroq aytishganida siz uchun talashib, narxini ancha tushirib qo'ydik.